7 sonining sirlari. Nega aynan 7 qavat osmon va 7 qavat yer osti bor? Nega bir haftada 7 kun? Ka'bani tavof qilishda esa nega aynan 7 marta tavof qilamiz? Kamalikda 7 xil rang, musiqa olamida esa 7 ta nota, yer yuzida esa 7 qit'a, tarixda esa 7 ta mo'jiza mavjud. Insonning 7 asosiy hissiy organi mavjud. 7 yilda inson tanasi hujayralari to'liq yangilanadi. Maktabga ham bolalar nega aynan 7 yoshda boshlaydilar? Matematikada ham 7 raqamini o'z o'rni bor. Hattoki matematik Fibonacci 7 sonini sirlarini kashf qilgan. Xristianlar va yahudiylarda Xudo dunyoni 6-kunda yaratib, 7-kuni dam olgan. Hattoki Gitler ham 7 raqamiga mukkasidan ketgan ediki, uni omad keltiradi deb ishonardi. Bugun ham mashina raqamlarida 7 raqam ishtirok etganlar eng qimmat va prestijli hisoblanadi. Nima uchun aynan 7? Bular tasodif bo'lishi mumkinmi? Albatta yo'q.